o'zingizdagi katta muammolarni bizadagi kichkina mahsulot bilan hal qilasiz. Ko'pchilik qo'ltiq qorayishi, hidlanish, terlash, oyoq hidlanishi bilan aziyat chekadi. Bu mahsulotlarimiz aynan shunaqa muammolarga yechim bo'ladi. Karich, yaponskiy brend, gigiyenический lechebniy tovarlar chiqaradi. Effekti zo'r, ayollar ham, erkaklar ham, даже подростковый bolalar ham ishlatsa bo'ladi. Lecheniya qiladi, ya'ni davolaydi. Bir haftada zo'r rezultat beradi. Hidlari bo'lmaydi, allergiya qo'zg'atmaydi. Cho'milib chiqqandan keyin bitta surib olasiz, sharik ko'rinishda bo'ladi. Bu dezodorantlarni 2 kunda bir ishlatsangiz ham bo'ladi. Sababi davolovchi bo'ladi. Ikkinchi mahsulotimiz oyog'i yomon hidlanadigan, bir joyga borishga uyaladigan klientlar uchun tavsiya qilinadi. Sprey ko'rinishda bo'ladi. Oyoq kiyimingizni o'ziga ham, oyoqlarga ham, nafaqat oyoqga, badanga ishlatsangiz ham bo'ladi. Antibakterialniy sprey, ya'ni teridagi bakteriyalarni o'ldirib beradi. Oyoq kiyimlarni ichiga sepib qo'ysanglar, ertalab kiyib ketaversanglar bo'ladi oyoq kiyimlarni. Toza teriga kechqurun cho'milgandan keyin, oyoqni yuvilgandan keyin sepib yotasizlar. Bu ham hidsiz bo'ladi. Hech qanaqa allergiya bermaydi. Allergichniy odamlar ham bemalol foydalansa bo'ladi. Bu spreyimizning narxi 96 ming so'm, ancha ketadi, barakali. Bu dezodorantimizning narxi 116 ming so'm. Bozordagi 30 ming, 40 minglik dezodorantlar bilan solishtirmayman.